Qiz yoki o'g'il farzand ko'rish kimga bog'liq? Har doim ham ayolni yana qiz tug'dingmi deb izza qilish qanchalik to'g'ri? Buni sizga ilmiy taraflama tushuntirib beraman. Balkim shunda ayollarga bo'lgan doimiy ravishdagi tazyiqlar to'xtar. Demak, ayol organizmida follikulalar degan shunaqa struktura mavjud bo'ladi. Ya'ni u ayolning tuxumdonlarida hosil bo'ladi. Aynan ana shu follikulalarni kelib urug' hujayra urug'lantirgandan so'ng bu yerda farzand paydo bo'ladi. Farzandning jinsi agarda masalan u qiz bola bo'ladigan bo'lsa, jinsi genetik jihatdan X va X bo'ladi. Agarda u o'g'il bola bo'ladigan bo'lsa, jinsi X va Y bo'ladi. Ana endi ayolning follikulasi har doim X xromosoma tutadi. Erkakning urug'lari esa X xromosoma tutuvchi urug'lar va Y xromosoma tutuvchi urug'larga bo'linadi. Agarda X xromosoma tutuvchi spermatozoid ayol follikulasini urug'lantirsa, demak bunda qiz farzand paydo bo'ladi. Ya'ni ikkita X bo'ladi. Agarda Y xromosoma tutuvchi spermatozoidlar ayol follikulasini urug'lantirsa, bunda demak XY, ya'ni o'g'il farzand paydo bo'ladi. Demak, farzandning jinsi faqatgina erkak kishiga bog'liq hisoblanadi. Hozirda yaqinda ma'lumotlar chiqdi. Ayolning tuxum o'sha follikulasi erkakning spermasini tanlarkan, qaysi biri o'g'il yoki qiz bo'lishini bu hali umuman isbotlanmagan ma'lumotlar hisoblanadi. Demak, shuning uchun ham oldingi aniq bo'lgan ma'lumotlardan oladigan bo'lsak, demak, qaysi spermatozoid X tutadimi, Y tutadimi, buni faqatgina erkakgina hal qila oladi. Ya'ni erkak organizmdagi qaysi spermatozoid borib urug'lantirsa, o'shanda o'g'il yoki qiz bo'ladi. Demak, bu yerda ayollarning umuman aloqasi yo'q hisoblanadi. Endi qanaqa choralar ko'rilsa o'g'il bo'lish ehtimolligi ortadi? O'zi meditsinada 100% o'g'il farzand ko'rishni imkoniyati bormi? Ya'ni buni qanaqadir dori, darmon, lecheniyalar bilan amalga oshirsa bo'ladimi? Demak, 100% emas, yuqori foizlarda deb aytsak bo'ladi. Eko jarayonida PGT degan analiz bor. Ya'ni bu embrion paydo bo'lgandan so'ng PGT degan analiz qilinib, uni oldindan qiz bolaga aylanadimi yoki o'g'il bolaga aylanadimi, mana shu murtakni aniqlab olinadi. Demak, shu orqaligina faqatgina 100% farzand jinsini oldindan aytish mumkin va uni tanlab, masalan, kelajakda o'g'il bo'ladigan o'sha paydo bo'lgan embrionlarni ayolning bachadoniga qo'yish mumkin. Va qolgan usullar kimdir kalendar orqali, masalan, o'g'il ko'rishni hisoblaydi. Ular ham bir sababini qilish hisoblanadi, ya'ni o'sha o'g'il bo'lish ehtimolligini oshiradi, lekin u 100% o'g'il bo'ladi degan emas. Demak, mana shu chora-tadbirlarni tushuntirib o'taman. Xo'p, birinchi chora-tadbirlar bu turli xildagi kalendarlardan foydalanish hisoblanadi. Demak, qaysidirlarda, masalan, mana bu oyda agarda aloqa bo'lsa, urug'lanish bo'lsa, o'sha o'g'il farzand bo'ladi degan turli xildagi kalendarlar, Xitoy kalendarlari. Ikkinchisi, bu ovulyatsiya kunida agarda aloqa bo'lsa, ya'ni bu ovulyatsiya kuni ayol kishini follikulasi yoriladigan kun hisoblanadi. Masalan, agarda ayolda har 28 kunda hayzi keladigan bo'lsa, taxminan 14-kunlarda va buni ultratovush UZI tekshiruvi orqali ham 100% aniqlasa bo'ladi. Ya'ni tuxumdondan follikula yorilib chiqadi va aynan ovulyatsiya kuni aloqa bo'ladigan bo'lsa, o'g'il farzand bo'lish ehtimolligi ortadi. Chunki Y xromosoma tutuvchi spermatozoidlar yashovchan bo'lmaydi. Agar masalan 2 kun, 3 kun oldin aloqa bo'lgan bo'lsa, albatta o'sha urug' bachadonga tushgandan so'ng 5 kun davomida u yerda mavjud bo'lib yashab turishi mumkin spermatozoidlar. Agarda X spermatozoidlar juda ham yashovchanligini hisobga oladigan bo'lsak, oldinroq aloqa bo'lib qolgan bo'lsa, faqatgina u yerda X, ya'ni qiz bo'luvchi, kelajakda qizga aylanuvchi spermatozoidlar qoladi va ulardan qiz farzand misol uchun shakllanadi. Shuning uchun ham agarda ovulyatsiya kunida bo'ladigan bo'lsa, follikula yoriladi va bu yerdan sveji Y spermatozoidlar boradi, urug'lantiradi va o'g'il farzand bo'lish ehtimolligini oshirib beradi. Uchinchisi, ovqatlanishlar. Ovqatlanishlardan go'shtli, oqsilli, yaxshi mahsulotlar, misol uchun shunaqa
quvvat beradigan mahsulotlar iste'mol qilsa bo'ladi. Endi ularni aniq ro'yxatini tashlab qo'yamiz. Demak, faqat bitta ma'lumot berib o'taman. Iloji boricha o'g'il farzand ko'rishni xohlaydiganlar sut mahsulotlarini kamroq iste'mol qilishlari ma'qul hisoblanadi. Chunki bu pH muhitini o'zgartirish orqali o'g'il Y xromosoma tutuvchi spermatozoidlarning sifatiga ta'sir qilishi mumkin. Va keyingi eng muhim pokazatellardan bittasi bu spermogramma analizi hisoblanadi. Ya'ni agarda erkakning urug'lari soni kam bo'lsa yoki sifati past bo'lsa, harakatchanligi past bo'lsa, ko'pincha praktikamizda o'zimizda qiz farzand ko'rishni ehtimolligi yuqori bo'ladi. Chunki yana aytaman, qiz farzand tutuvchi spermatozoidlar o'g'il farzandga nisbatan anchagina yashovchan hisoblanadi. Shuning uchun ham agarda erkak kishida spermogramma analizida urug'ini foizlari past bo'lsa, uni albatta farzand ko'rishni planlashtirishdan oldin kuchaytirib olish bu juda ham yaxshi natija beradi. Bundan tashqari, jinsiy aloqada e'tibor beradigan narsamiz o'sha ovulyatsiya kunida aloqa bo'lgan paytda iloji boricha chuqur penetratsiya, ya'ni jinsiy olat iloji boricha chuqurroq kirib boradigan pozalarni tanlagan ma'qul hisoblanadi. Oddiy missionerskiy poza bu narsalarga to'g'ri keladi. Demak, yuqorida aytib o'tgandek, yuqoridagi tavsiyalarni amalga oshirilsa, albatta o'g'il bo'lishni ehtimolligi ortadi va albatta farzand ko'rishga tayyorlanishdan oldin urug'ni foizlari uni qanaqaligini tekshirib olish kerak hisoblanadi. Agar unda muammolar bo'lsa, uni hal qilish kerak bo'ladi. Agar sizda ham farzand ko'rish bilan bog'liq muammo mavjud bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. YouTube kanalimizda, linkida, Telegramimizda kanalimiz mavjud hisoblanadi. Bu yerda bizni o'sha farzandsiz oilalarga qanaqa yordam berganlarimiz, natijalarimiz qo'yilgan. Qiziq bo'lsa, albatta ko'ring va bizni qo'llab turishini esingizdan chiqarmang. Agarda sizda yuqoridagi muammolar bo'lsa, biz buni birga yechamiz. Birga.